Tushunmadim, zo'rmisan? Zo'rmisan sen? Toshkent senikimi, zo'ravon? Nima bo'ldi o'zi? Короче, Yunusobod filialimiz keldi. Bitta eng zo'r pitsa berdi. Mana tushonkali berdi. Bitta o'zi hammasini yotdi. Pulini bermayman, zo'rga chaqirdi. Pul bermaysan, nechta komandang bilan qarayman, tushundingmi? Nimani sekinroq? Bir urib bashasini buzaman. Pulini olib bering, bo'ldi. Nima? Qanday poli? Bundachalar g'aji beraman men, tushundingmi? Gapiring. Qani, qaqa ketdi. Yana qo'rqib qoshdimi, qaqa ketdi, ha? Tepaga qarang. Nima tepada tanishlarim ko'p meni ham. Qaytma. Nestiman, tepa. Onasini ikki etaj odammi bu? Aka, Toshkentda ob-havo qanday? Tepadan qanday ob-havo? Normalmi? Onasini Xudo xudo beribdi, ovozdan qisibdi-ku. Aka, qo'lingizni ko'ring. Mana ketman dastam aka, bitta bormoqchi. Qani, bunday qilman. Bular bit qani, bit. Aka, men ham kichkina paytim xuddi sizda edim aka. Boboning Toshkentga keldim, g'am tashvish, bu yog'i kommunalka, kvarplata, arenda. To'yda Toshkent keting aka. Hozir 1 minut nima vaziyat bo'ldi? Pitsa pulini bermayapti, olib bering. Bit turing, chaq ketib. Past bo'lma, 20 ta filialim bor. Amerikada ham filialim bor. Ganglar savdo qilsa, bitta pitsa beramaysizmi? Ko'rmaysizmi? 2 kishi bo'lib ketdi, oilaviy. Qo'rqdim, ne? Nimadan qo'rqaman? G'aji beraman. Akam oyoqni bunday qilgan. Aka, nima bu? O'zingizning oyog'ingizmi? Butun mahallaning oyog'imi? Siz bemalol o'tiravering aka. Nima ishkal bo'lsa, men sherdaman. Yoshingiz nechi dedi? 13. 13? Birazcha yeb pulini to'lab ket, tushundingmi?